Viloyat soliq boshqarmasi axborot xizmati rahbari Ulug'bek Inamov tashrif buyurganlar. Ulug'bek aka, xush kelibsiz. Kayfiyatingiz yaxshimi? Albatta, rahmat. Ijtimoiy tarmoqlarni larzaga keltirib turgan bir savol. 16-apreldan boshlab o'sha jismoniy shaxslarni mol-mulk, yer solig'iga o'sha 1 milliondan ortiq qarzdorlik kelib chiqadigan bo'lsa, fuqarolar elektr energiyasidan uzib qo'yilishi mumkin degan ma'lumotlar tarqalyapti. Albatta. Bu qay darajada to'g'ri va keling shunga oydinlik kiritsak. To'g'ri ta'kidladingiz. Prezidentimizning 364-qarorlariga asosan jismoniy shaxslarning mol, mulk va yer soliqlari 1 million so'mdan oshgan taqdirda elektr energiyasining billing tizimi orqali 16-apreldan undirish amalga oshiriladi. Bu hozirda Namangan viloyatida eksperiment tariqasida, sinov tariqasida o'tkazilyapti. Agar sinovdan muvaffaqiyatli o'tsa, 2026-yil 1-oktyabrga qadar Vazirlar Mahkamasiga axborot kiritiladi. Bu respublikamiz bo'ylab tajriba sifatida qo'llanilishi belgilangan. Bunda agar jismoniy shaxsning soliq qarzdorligi 1 million so'mdan oshsa, avvalo xabarnoma yuboriladi. Shundan so'ng soliq qarzdorligi hisoblanganligi to'g'risida SMS yuboriladi. Agar soliq mobil ilovasi bo'lsa, mobil ilova orqali xabarnoma yuboriladi. Shunda ham qarzdorlik bartaraf etilmasa, cheklov kiritilishi to'g'risida xabarnoma yuboriladi. Barcha ogohlantirishlarga qaramay soliq qarzdorligi bartaraf etilmasa, fuqaroning elektr energiyasidan uzilmadi, to'lov qilish imkoniyati cheklanadi. Bu degani soliq qarzdorligi 1 million so'mdan oshgan jismoniy shaxslar qarzdorlikni to'lamagan taqdirda ham elektr energiyasi o'chirilmaydi va albatta o'chirilmaydi, faqat elektr energiyasiga to'lov qilish cheklanadi. Bunda fuqarolarimizga tavsiya qilgan bo'lardik, hududiy elektr tarmoqlari, kadastr idoralari, soliq idoralariga borib, soliq to'lovlari bo'yicha qarzdorliklarini tekshirishlarini, noturar yoki yer solig'i, mulk solig'i bo'yicha qarzdorliklarini tekshirib borishlarini soliq mobil ilovasi orqali ham tekshirib borishlarini tavsiya qilardik.